Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı ve imamil mursalin. Seyyidina, nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Qaddidan qadri baland bo'lgan aziz yurtdoshlar. Hurmatli otaxonlar, onaxonlar, kuzatuvchilarimiz, yana bir bor sizlarni ma'naviy ziyorat qilib turganligimizdan hazar Allohning dargohiga shukrlar aytib, navbatdagi suhbatimizni hukmiylarga havola qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Bugungi qiladigan suhbatimiz duoni fazilatlari to'g'risida baqadri imkoniyat ma'lumot berishni maqsadga muvofiq deb topdik. Duo lug'atdagi ma'nosi so'rash, chaqirish, munojat, iltijo degan ma'nolarni beradi. Alloh o'zini kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, "Ud'uni astajib lakum", duo qilinglar, men duoinglarni ijobat qilaman, qabul qilaman deb Alloh kalomi Qur'onda xabar bergan. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida duo bu ibodatning mag'zi dedilar. Ikkinchi bir hadislarida duo mo'minlarning quroli. Biz doim duo qilamiz. Musibat zada bo'lgan xonadonlarga borsak, o'lim bo'lgan xonadonlarda duo qilamiz. To'ylarda, xursandchilik kunlarida ham duo qilamiz. Joy namozlarning ustida duo qilamiz. Kechalari tahajjud namozlariga turganda ko'zimizda yosh bilan sahar mardonlarda Allohga iltijolar qilib duo qilamiz. Duoni Allohdan iltijo qilib so'rab, dilimizdagi niyatlarimizni ijobatini Allohga iltijo qilib so'rab, o'ziga yolvorib duolar qilamiz. Endi odamlarimizning o'rtasida shunaqangi gaplar yuradiki, biz duo qilamiz. Ertayu kech duo qilamiz, lekin duolarimiz qabul bo'lmayapti-ku degan gaplarni gapiradigan insonlar bor. Ibrohim Adham Basrani bozorini aylanib yurganlarida odamlar savol qilishdi. Ibrohim Adham, Alloh o'zini kalomi Qur'onda xabar bergan, "Ud'uni astajib lakum", duo qilinglar, men duoinglarni qabul qilaman degan. Lekin biz duo qilyapmiz, duolarimiz qabul bo'lmayapti-ku degan savolni berishdi. Shunda Ibrohim Adham aytdilarki, o'zingizlarga bir nazar solinglar. Sizlarda o'zingizlarga xos bir kamchiliklar bor. Nuqsoninglar bor. Shuning uchun duolaringlar qabul bo'lmayapti. Birinchi nuqson, Alloh bor deysizlar. Alloh bir deysizlar. Allohning bandasiman deysizlar. Lekin tilingizlarda musulmonsizlar, qalbingizlarga iymon kirgan emas. Allohning borligini, birligini bilasizlar, Allohning amriga itoat qilmaysizlar. Duoinglar qabul emas. Ikkinchisi, payg'ambarni haq payg'ambarligi, oxir zamon payg'ambari, men payg'ambarga ummatman deb ummatlik davosini qilasizlar, lekin tark sunnat qilasizlar. Duoinglar qabul emas. Uchinchisi, dunyoga musofirliginglarni bilasizlar. Bir kunmas bir kun bu omonatni topshirishimiz, tanamizda urib turgan yurak bir kun nihoyasiga yetib, o'zini xizmatini to'xtatishini bilasizlar. Musofirliginglarni bilsanglar ham, bir kun dunyodan ketishinglarni bilsanglar ham, o'lim haqligini bilsanglar ham, o'lim esinglarga kelmaydi. Duo qabul emas. To'rtinchisi, Allohning ne'matlarini yeb turibsizlar. Allohning ne'matlarini ko'zinglar bilan ko'ryapsizlar. Ne'matlarini yesanglar ham, ko'zinglar bilan ko'rsanglar ham, lekin noshukursizlar. Allohga shukr qilmaysizlar. Allohning ne'mati osmondan yog'ib turibdi, yerlardan chiqib turibdi, nabotat, jamodat, hayvonot olamini bandasiga bo'ysundirib qo'ygan. Uni ne'matlarini bilasizlar, lekin shundoq bo'lsa ham unga shukr qilmaysizlar. Duoinglar qabul emas. Shaytonning dushmanligini bilasizlar. Shayton ochiq bir zalolatdaligi, insonni qonida yurishi, insonni baloga giriftor qilishini bilasizlar. Shaytonning dushmanligini bilasizlar, lekin bilib turib shaytonning so'ziga kirasizlar. Duoinglar qabul emas. O'qiysizlar, vaqt kelganda o'qiganinglarga amal qilmaysizlar. Duoinglar qabul emas. Endi shu bilan birgalikda duoni qabul bo'lishi uchun uni muayyan shartlari bor.
Birinchisi, duo qilganinglarda g'ofil qalb bilan duo qilmanglar. Ishonmasdan duo qilmanglar, shubha bilan duo qilmanglar. Men duo qilyapman-ku, doim qabul bo'larmikin degan xayol bo'lmasin. Men duo qilib turibman, albatta Alloh eshitib turibdi. Meni doimo Alloh qabul qiladi degan maqsadda ishonib turib Allohga yuzlanib duo qilinglar. Ikkinchisi, luqmamiz halol bo'lsin. G'izolarimiz halol bo'lsin. Luqmai halol bo'lsa duo tez qabul bo'ladi. Uchinchisi, muhtaram birodarlar, og'zimizdan Qur'ondagi oyatlar duolarda chiqadi. Hamd sanolar etamiz, salovatlar etamiz. Duo qilib Allohning nomini tilga olamiz, Habibining nomini tilga olamiz. Og'zimizdan duo chiqqandan keyin bu og'izlarimiz ham pok bo'lsin, jomamiz pok bo'lsin, joyimiz pok bo'lsin. Poklangan holatda qiblaga yuzlanib, g'ofil qalb bilan emas, ishonib turib Allohga duo qilinsa, bu duo qabul bo'ladi. Balki bugun bo'lmas, ertaga bo'lmas, oradan oylar o'tar, oradan yillar o'tar. Vaqt soati bilan qilingan duo albatta Yaratganning dargohida ijobat bo'ladi. Odamlar bilan o'tirib qolgan paytimiz, suhbat qilganimizda ko'pchilik e'tirof qiladi. Allohga hazar shukrlar bo'lsin, bolam. Men Xudodan nimani so'ragan bo'lsam, Yaratganning dargohiga nima deb duo qilgan bo'lsam, meni oxim Allohga yetdi. Duolar qabul bo'ldi deb, duolarini qabul bo'lganligini shukronasini tillari bilan izhor qilganlar bor. Ayniqsa ota-onaning duosi tez qabul bo'ladi. 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Ota-onaning farzandi haqqiga qilgan duosi qabul. Zulm ko'rgan mazlumning duosi qabul. Musofirning duosi Yaratganning dargohida qabul. Qadama Allohning baytiga yetib, haj amallarini ado etib, kelgandan keyin hojilik nomiga dog' tushirmasdan chiroyli amal qilib yurgan hojilarning duosi qabul. Allohning kalomi Qur'on qalbiga jo bo'lgan, 30 pora kalomullohni yodlab, o'qiganiga amal qilib yurgan hofizi Qur'onning duosi Yaratganning dargohida qabul. Erini itoatidan chiqmagan, Allohning haqqidan keyin erri haqqini ado etayotgan pokiza ayol jufti halolizi duosi Yaratganning dargohida qabul. O'ringa mixlanib qolib, dard chekib yotgan dardmanlarning duosi qabul. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bemorlarni ko'rganinglarda ularni haqqiga duo qilinglar va bemorlardan ham duo so'ranglar. Bemorlarning duosi farishtalarning duosi kabi ijobat degan ekanlar. Endi mana shu duoning ijobat bo'lishiga bir narsa sabab bo'lganligini kitoblarda o'qidik. Buni tillari bilan e'tirof qilgan insonlar bor. Pokistonda Ishan Husayniy degan katta bir olim o'tgan ekanlar. Tibbiyot sohasida ko'zga ko'ringan olim, dunyo tan olgan olimlardan bittasi bo'lgan ekanlar. Dunyo miqyosida bo'ladigan ilmiy anjumanlarda ma'ruzalar bilan qatnashar ekanlar. Juda kuchli o'zini sohasini, tibbiyotni yaxshi egallagan, yaxshi bilim egasi bo'lgan olim ekanlar. Bir kun navbatdagi safarga otlanibdilar. Ya'ni falon yurtda ilmiy anjuman bo'ladi. Ana shu anjumanda ma'ruzangiz bor degan taklif bo'lgan. Endi Allohning irodasi, taqdiri taqozosi. Samolyotga chiqqanlarida noqulay bir ob-havo bo'lib, samolyot qo'shni bir shaharga qo'nishga majbur bo'lgan ekan. Nihoyat samolyot ucholmagan. Qo'shni shaharga kelib qo'ngan. Ishan Husayniy majlisga yetib borishlari kerak. Butun dunyo olimlari katta bir anjumanga to'plangan joy. Ma'ruza bilan qatnashishlari kerak. Shunda aytishdiki, navbatdagi samolyot 16 soatdan keyin bo'ladi. Siz bu majlisga yetib bora olmaysiz. Lekin sizga bizni bitta maslahatimiz bor, yordamimiz bo'lsin. Bir mashinani ijaraga olasiz, o'zingiz shu mashinani haydab shu joyga yetib borishingiz mumkin. Boshqa bir chora yo'q degan maslahatni berishadi. Qancha qiyinchilik bo'lsa ham, asabiylashib turgan bo'lsalar ham, yengil avtomobillar olib yo'lga otlanadilar. Dovon orqali, Perival tog' orqali yo'lga yurgan paytlari qattiq bir shamol turib jala quyishni boshlar ekan. Avtomobilni boshqarishga ilojisi yo'q.
yo'l ko'zga ko'rinmay qolgan. Atrofda biron bir jon yo'q. Biron bir avtomobil yo'q, yo'l ko'rsatadigan odamlar yo'q. Oxiri bitta chirog'i yonib turgan uyni oldiga kelib to'xtashga majbur bo'lgan ekanlar. O'sha uyni oldiga kelib to'xtaganlaridan keyin eshikni taqillataman desalar, eshiklari ochiq. Xonaga kirib bordilar. Borsalar bir tabarruk yoshga yetgan qariya bir onaxon o'tirgan ekanlar. Ona, men bir musofirman. Katta bir joyga anjumanga ketayotgan edim. Noqulay bir sharoit tufayli shu yerda to'xtashga majbur bo'lib qoldim. Telefoningiz bormi? Men telefon qilishim kerak degan iltimos qilgan ekanlar. Endi ona o'zi nochor, kambag'al bir xonadonda yashab turgan, baqadri imkoniyat hamin qadar tirikchiliklari o'tib turgan onaxon ekanlar. Afsus, bizning xonadonimizda telefonimiz yo'q dedilar. Ichkariga kiring, mehmonsiz. Usti boshingizni quriting, ozgina tamaddi qiling. Issiq choy iching deb xonaga taklif qildilar. Bu odamni kimligini bilmayaptilar. Xonaga kirganlaridan keyin issiq choy ichib, kiyimlarini quritdilar. Bir bas o'tirganlaridan keyin endi onaxon so'radilar, siz kimsiz? Men bir anjumanga ketayotgan bir musofirman. Shunda qo'shni xonaga bexosdan Ishan Husayniy kirib qolganlarida o'rinda yotgan xasta bir bemor bolani ko'rdilar. Ona, bu o'rinda yotgan bemor kim? Bu meni nabiram. Allohning irodasi ekan. Otasi bilan onasi bir yil muqaddam avtohalokatga uchrab dunyodan o'tib ketishdi. Fojiali o'lim topishdi. Endi bu bola betob bo'lib meni qo'limda qolgan, meni tarbiyamda qolgan. Meni ham 5 kunligim bormi, yo'qmi? Qo'limdan kelgancha otasi bo'lmasa ham, onasi bo'lmasa ham otani, onani o'rnini bosishga harakat qilib shu nabiramni tarbiya qilib kelyapman. Bizni tirikchiligimiz qo'l uchida hamin qadar o'tib turgan bir xonadonmiz degan gapni gapirdilar. Bolangizga nima bo'lgan nabirangizga? Nabiram bemor. Bizni yurtimizni tabiblari, bizni yurtimizni katta shifokorlari ko'rishdi. Ko'rganlaridan keyin hech qanaqa yordam bo'lgani yo'q. Yordam faqat Allohdan degan gapni gapirishdi. Shunda maslahat berishdiki, poytaxtda Ishan Husayniy degan katta bir shifokor bor. Shifoni Alloh beradi, lekin shu inson sababchi bo'lishi mumkin, nabirangiz oyoqqa turib ketishi mumkin degan gapni gapirishdi. Endi bu orzu bizda, bu yuragimdagi armon. Ishan Husayniy qatta, biz qattamiz. Bir domonda tog'ni tepasida turgan xonadonda yashaymiz. Poytaxtga borishga bizda qo'limizda zodirohlar yo'q, qo'limizda pulimiz yo'q. Bu insonga borib uchrashishga, muolaja qilishga imkoniyatimiz yo'q. Allohning o'ziga tavakkal qildim, bolam. Men kechalari tahajjud namozlariga turganimda Yaratganning dargohiga faqat duo qilaman. Parvardigor, o'zing shu dardni meni nabiramga berding. Mazlumning duosini qabul qilaman degan o'zingning va'dang bor. Zulm ko'rgan, jafo chekkan, farzandlaridan judo bo'lgan bir g'arib onaman. Meni doimni qabul qilgin. Bu bolani muolajasini ko'taradigan ota-onasi dunyodan o'tib ketdi. Ular qabrda yotibdi. Bu menga bir omonat, omonatga xiyonat bo'lmasin. Shu Ishan Husayniy degan bir shifokor bor ekan. Shu shifokorni menga bir kun emas bir kun uchratgin, shuni diydorini men ko'ray. Ajabmas shuni qo'lida meni nabiram shifo topsa deb Yaratgandan so'rayman, duolar qilaman. Endi bu faqat duo, yuragimizdagi orzu. Boshqa ilojimiz yo'q deganda Ishan Husayniyning tomoqlariga bir narsa tiqildi. Yig'ladilar, ko'zlaridan shash qator yosh oqdi. Ona, bugun sizni duoingiz ijobat bo'ldi. Duo qilganingizda nima deb duo qilgan bo'lsangiz, Allohdan nimani so'ragan bo'lsangiz, so'raganlaringiz qabul bo'ldi. Sizni duoingiz shunchalik ijobat bo'ldiki, osmonda momaqaldiroqlar chaqtirdi. Sizni duoingiz shunday ijobat bo'ldiki, uchib ketayotgan samolyotda yerga qo'ndirdi. Sizni duoingizni kuchi shunchalik bo'ldiki, osmondan jalalar yog'di. Ishan Husayniy degan shifokor men bo'laman. Bu xonadonga o'zim oyog'im bilan yurib keldim. Sizni diydoringizni men ko'rib turibman.
sizni qarshingizda turibman. Men yig'layotganligimni sababi duoni ijobat bo'lganligiga men endi iqror bo'ldim. Ona yurakdan duo qilgan ekansiz. Allohdan so'ragan ekansiz. Shu odamni menga ko'rsatgan. Men nabiramni bir ko'rsin, shifo toparmikin, shu sababchi bo'larmikin deb sahar mardonlarda yig'lab qilgan duolaringiz, joy namozlarning ustida qilgan duolaringiz bugun ijobat bo'ldi. Ishan Husayniy men bo'laman, o'sha shifokor menman. Lekin yaratganning oldida men ojizman, Allohning bir bandasiman. Ona shifoni Alloh beradi, siz duo qiling. Ajabmas, men bir sababchi bo'lsam, endi nabirangizni muolajasini men o'zimni bo'ynimga olaman degan gapni gapirgan ekanlar. Bu bo'lgan voqea ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda buni o'qib mutaassir bo'ldik. Aytmoqchi bo'lgan gapimiz, suhbatimning xulosasi, ya'ni umid bilan duo qilaylik. Yaratganning dargohida qo'l ko'tarib duo qilganimizda g'ofil qalb bilan duo qilmaylik. Shu doim ijobat bo'larmikin degan shubha bo'lmasin. Albatta meni doim qabul bo'ladi. Men yaratganning dargohiga qo'l ko'tardim. Ko'targan qo'llarimni bo'sh qaytarmagin. O'zing ijobat qilgin deb yaratganning dargohiga duo qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizni yurtimizni odamlarini ibodati, dasturxonda qiladigan, joy namozlarda qiladigan duolarini ibrat tariqasida ko'rsatsak bo'ladi. Ko'p yurtlarni ko'rdim. Islom taraqqiy qilgan mamlakatlarni ko'rdik. Namoz nihoyasiga yetishi bilan shoshilib odamlar bir-birini ustidan sakrab o'tib ketayotganlarni ko'rdik. Lekin bizni yurtimizda jamoat bilan, xushu-xuzu bilan Allohning dargohiga yolborib duo qilish, dasturxonda o'tirgan paytimizda taom tanovul qilsak ham, uni shukronasini Allohga iltijo qilib yuzlanib qo'llarimizni duoga ko'taramiz. Musibatli kunlarda ham duo qilamiz. Yaxshi kunlarimizda ham, xursandchilik kunlarimizda ham duo qilamiz. Lekin oxirgi paytda duo bu ibodatda mag'zi masjidlarda ko'ramiz. Ibodat nihoyasiga yetib endi duoga qo'l ko'targan paytimiz takabburona masjidlardan chiqib ketayotgan yoshlarni ko'rganda odam achinadi. Ya'ni duoni eng qabul bo'ladigan joyi, ibodatimiz qabul bo'ladigan, ibodatning mag'zi bo'lgan duoga qo'l ko'targan paytda qancha insonlar o'tiribdi. Duosi qabul bo'ladiganlar bor. Yoshlari tabarruk yoshga yetgan piri badavlat otaxonlar, urush ko'rgan, musibatli kunlarni ko'rgan, jabru jafolarni boshdan kechirgan odamlar amin deb turgan payt, qalbi erib turgan payt takabburona masjidlardan chiqib ketadiganlar bor. Duoga qo'l ko'targanda ensasi qotadiganlar bor. Yana duomi deydiganlar bor. Shuning uchun bugungi suhbatimizning xulosasi duo qilinglar. Duo qilganda g'ofil qalb bilan duo qilmaylik. Doim albatta ijobat bo'ladi degan ishonch bilan duo qilinsa, bu duolar ijobat bo'ladi. Suhbatimni muxtasar qilar ekanman. Men ham yaratganning dargohiga iltijo qilaman. Parvardigor, yer yuzida tinchlikni barqaror qilgin. To'kilib turgan qonlarga barham bergin. Yurtimizni arozi, samoviy baloyi ofatlaringdan omonda saqlagin. Boshimizga og'ir kunlar kelgan kunlar bo'ldi. Masjidlarda azon etildi, jamoat bo'lmagan paytlar bo'ldi. To'yxonalar o'rnida turdi, lekin eshiklari yopilgan kunlar bo'ldi. To'ylar, aqiqalar o'tkazadigan paytimiz, ketma-ket janozalarni o'qigan paytimiz, qaysi birimiz otamizdan, qaysi birimiz onamizdan judo bo'lgan musibatli kunlarni boshdan kechirdik. Yelkama-yelka o'tirishimiz, bir-birimiz bilan qo'l berib ko'rishishimiz katta baxtligini endi o'sha paytlarda boshimizdan musibatli kunlar o'tganda bildik. Shamshir-u Xudo sado nadorat, badaz zadani vay davo nadorat. Xudoning qilichini ovozi yo'q, agar ursa davosi yo'q. Boshimizga bu balolar bekor kelmadi. Shuning uchun duo baloni daf qiladi. Ko'pchilikni qilgan duosi yaratganning dargohida ijobat bo'ladi. Sahar mardonlarda odamlar uyquda yotganda bandani oxi Allohga yetadigan paytlar, o'sha paytda duo qilinglar. Bizni yurtimizda duosi qabul bo'ladigan insonlar ko'p. Luqmasi halol bo'lgan insonlar ko'p. Yaratganning dargohiga qo'lini ko'targanda qo'lini bo'sh qaytarmaydigan bandalar ko'p. Sizlarning duoinglardan butun xalqimiz umidvor. Duo qilib yaratgandan so'raylik. Har qancha duo qilinsa, duolar yaratganning dargohida albatta ijobat bo'ladi. Undan noumid bo'lmaylik. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.